Salom hammaga. Bu yana Marjona. Men bu blogimda haqiqatan ham Koreyada yashaydigan o'zbek qizini bir kunligini ko'rsatmoqchiman. Bu endi haqiqatan ham blog bo'ladi. Bizda o'zi soat 12:30 bo'ldi. Meni 1:30 da darsim bor. Kechroq uyg'onganim uchun o'zi yuvinib chiqib, makiyajlarni qilib, hammasini qildim. Endi prosta ovqatlanib, kiyinib, get ready with me qilib chiqishim kerak. Videogacha ko'ring. Like bosing. Va oynani ochsam, menda shunaqa manzara ko'rinadi. Bu ikkinchi etaj. Bu meni mushukcham Lisa. Qizim. 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 Vaqtim bemalolroq bo'lgani uchun bugun zavtrak bilan obedlikda birga bitta qilib ovqatlanib uydan ketmoqchiman. Endi ovqat tez-tez yeb o'qishga boramiz. Qaraychum paqaywa to'gi. Xunuk narsalar ko'rinmasin. Tez-tez yeb o'qishga ketib bugun qiladigan ishlarim o'zi ko'p emas. O'qishga boraman. O'qishdan keyin universitetdagi ishga kirib ozroq qiladigan ishim bor. Yo'ldan chiqib, o'zi yo'ldan chiqsam o'zi kech bo'ladi. Keyin o'zim qiladigan ishimga borib, shunaqa qilib bugun kun o'tadi. Lizaya. O'zi video moqchi edim, get ready with me. Lekin olmaydigan bo'ldim. Video отказ. Hamma kiyimimni kiyib, tayyor bo'ldim. Endi o'qishga go. Hozir palto kiydimda. Paltoga bir sumka taqmoqchi edim. Oq sumka. Va sumkani xor. Va the reason. Avtobusga kech qolyapman. Lekin men bunaqa video olib yuribman. Yo'q, kechikmas ekanman. Hozir endi avtobus oстановkagacha borib, universitet avtobusiga minib o'qishga boraman. 학교 왔습니다. o'qishga keldi. Wow.
끝나고 나왔습니다. darsdan chiqib endi o'zimning fakultetimga dekanatga ishga ketyapman. 아니, 가만히 있어. 이미 찍었어, 근데. dekanatda qiladigan hamma ishlarim ko'p bo'lib, endi shaharga ketishim kerak, chunki universitetda men qiladigan ishim qolmadi. Shaharga borishim kerak, lekin avtobus kelishiga yana 10-22 minut borligi uchun boshqa xonada ozroq darsim qilib turaman, chunki bizda bu hafta sessiya boshlanadi. Sessiya. 다 끝나고 집 갑니다. 아마 아쉽나 거불다. 근데 얘기다만 반응하여 yangi yil boshlangan. Banihoyat. We can go. Go. O'qishdan kelib, men shaharga keldim. Endi uyga borib, mushugimga bir qarab, suvni berib, keyin ishimga boraman. 하고 이렇게 하면 좋겠어 하고 이거 뭐야? 리사 엄마 왔다. 그치? mushugim bilan xayrlashib, ovqatini berib, endi ishga ketyapman. Ketyapman. Shuning uchun ko'p yo'lda video olmasdan ishxonamni ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu yerda ishlayman. Shu yerda ishlayman. Magazinda kassada hisoblab beraman va magazinda nimadir bo'lsa, o'shani o'rnini to'ldirib, shu asosiy qiladigan ishim narsalarni hisoblab berish. Masalan, hozir magazinni ko'rsataman. Mana shu yerda hamma narsani hisoblab berib va magazinni ko'rinishini va nimalar borligini ko'rsatib beraman. Bu yoqda burger, kimbap, samgak kimbap, sendvichga o'xshaydigan narsalar, sosiskalar, yo'q. Banana, uyu, bananli süt, bu kadar. Ramyon. 어서오세요. 안녕하세요. 스낵lar. 스낵스.
1+1 행사 이건 상품입니다. 내가 살 2+1 테니까 행사 상품입니다. 선배는 그러면 2006년생까지 구매 가능한 상품입니다. 신분증을 제시해주세요. 봉투 담배꽁초 필요성은 저녁으로 되는 거 아니야? 7개 담배를 7개 살 거야 빙 7개 사면 돼 빙을 7개 사야 4칠에 28개 6개 살 수 있어 1+1 행사 상품입니다. 6개 사서 3개씩 나와 59,500원 아니야? 빙 6개 먹을래 사인품 부탁드릴게요. 27,000원이요? 네. 감사합니다. 또 오세요. An ishdan chiqish vaqtim bo'ldi. Deyarli. Hozir men almashib uyga ketaman. Ishdan chiqishimdan oldin sizlarga bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Bizani jin. Hamma ko'rdimi? Kebab Jamal Hunters'da. Men ishdan chiqdim. Va nihoyat men ishdan chiqib endi uyga ketyapman. Lekin sovuq. Hali yangi yilga ancha bor, lekin yangi yil shukuhi. Kech bo'lganligi uchun deyarli mendan boshqa hech kim yo'q yo'lda. Hammaga xayr. Ana bu galgi videom tugadi. Mana sizlarga men haqiqiy o'zimni bir kunni ko'rsatdim. Keyin qanaqa video bo'lishini kommentda yozib qoldiringlar. Va albatta like, komment, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xayr.